Hurmatli haydovchilar, hozir siz uchun PM profilaktik servis ma'lumotlarini berib o'tamiz. Rejalashtirilgan texnik ko'rik PM profilaktik servis ishingizni muhim qismlaridan hisoblanadi. Yuk mashinangizni holati nafaqat sizni xavfsizligingiz, balki butun tizimni barqaror ishlashi uchun ham muhimdir. Biz yuk mashinalarini Ryder, Hogan, Penske kompaniyalaridan ijaraga olamiz. Har bir kompaniyani o'ziga xos xizmat ko'rsatish talablari mavjud. Masalan, Hogan har 35 maylda, Ryder har 50 ming maylda, Penske esa har 65 maylda texnik xizmatni talab qiladi. Xizmat ko'rsatish vaqti esa har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, Hogan'da DOT tekshiruvi odatda 2 soatdan, moy almashtirish esa 4 soatgacha davom etishi mumkin. Ryder va Penske'larda esa xizmat muddati ish hajmi va yuk mashinangizni holatiga qarab 6 soatdan 24 soatgacha cho'zilishi mumkin. Rejalashtirilmagan xizmatlar ham bo'ladi. Masalan, dilerlik ustaxonalarga tashriflar. Bu holatda xizmat 6 soat yoki undan ko'proq vaqt olishi mumkin. Bunday hollarda Ryder, Hogan yoki Penske tomonidan sizga vaqtinchalik yuk mashinasi, ya'ni sub-truck berilishi mumkin. Yaqinlashayotgan PM'lar haqida sizga oldindan xabar beriladi. Fleet bo'limimiz sizga kerakli barcha ma'lumotlarni yuborishadi. Shuning uchun xabarlarga e'tiborli bo'ling va xizmatga o'z vaqtida boring. Rejalashtirilgan xizmatlar bepul shinalar va akkumulyator tekshiruvi, moy almashtirish, antifriz miqdorini tekshirish, muammosini bartaraf etish va boshqa muhim diagnostikalarni o'z ichiga oladi. Eslatma: agar texnik xizmatni o'tkazib yuborish yoki e'tiborsizlik tufayli buzilish yuz bersa, ta'mirlash uchun javobgarlik haydovchini o'ziga yuklanadi. Shunday ekan, texnik xizmat jadvaliga qat'iy rioya qiling. Har bir safardan oldin yuk mashinangizni tekshiring va uni yaxshi holatda saqlang. Bu sizga muammolardan saqlanish va xavfsiz ravon haydovchilik qobiliyatini ta'minlaydi. Xavfsizlikni unutmang va o'zingizni ehtiyot qiling.